Davlatimiz rahbari joriy yilning 26-27 fevral kunlari vohamizga tashrifi davomida To'palang suv ombori suvidan foydalanish hisobiga Surxondaryo viloyatida ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash loyihasining amaliy natijalari bilan tanishdi. Ushbu 287 million dollarlik mega loyiha natijasida viloyatning 500 milliondan ortiq aholisi ekologik toza ichimlik suvidan bahramand bo'lyapti. Hatto suv omboridan 200 kilometr uzoqlikdagi mahallalarga ham bugun obi hayot yetib keldi. Muxbirimiz Termiz shahri mahallalarida bo'lib, aholining bu boradagi fikrlari bilan qiziqdi. Davlatimiz rahbarining qat'iy sa'y-harakatlari bilan hayotbaxsh mega loyiha amaliyotga tatbiq etildi. To'palang suv omboridan toza ichimlik suvi tarmog'ini tortish maqsadida o'tgan yillar davomida katta hajmdagi qurilish, montaj ishlari amalga oshirildi. Zamonaviy mexanizmlarning yo'lga qo'yilishi natijasida bugun minerallarga boy ichimlik suvi viloyatning 10 ta tumani va Termiz shahriga uzluksiz yetkazib berilyapti. Mana bugun Prezidentimizning sa'y-harakatlari tufayli mana xalqimizga bo'lgan mehri, suv bergan savob degan an'analarga muvofiq To'palang suv omboridan mana shahrimizga suv olib berdi. Pamir tog'larining qorlarining suvlarini kelib maza qilib ichyapmiz. Buning endi mazasi bir xuddi bir shakarli suvlardayda. Mana biz juda xursandmiz. Chunki ertalabda saharliklarda, kechqurun iftorliklarda ichib tanalarimiz bahramand olyapti. Biz muhtaram prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Surxondaryoda markazlashgan ichimlik suvi bilan qamrov 8-9 yil oldin 47% edi. Bugun ushbu raqam 67,5% gacha oshishiga erishildi. Natijada aholining suv ta'minotidagi holati nafaqat miqdor, balki sifat jihatdan ham sezilarli yaxshilandi. To'palang suvini qandaligini buni O'zbekiston juda yaxshi biladi. Chunki eng toza zilol suv bu xalqimizga ham foydasi bor. Termiz shahrida Opamish mahallasi fuqarolar yig'inida 49 ta ko'p qavatli uy bo'lib, shundan 7301 ta aholi yashaydi. Hozirgi vaqtda fuqarolarimiz tomonidan mana shu toza suv ichimlik kelganlik munosabati bilan ko'p qavatli uylar yuqori qavatlarigacha suv chiqyapti. Mana shu xalqimiz toza suv ichimlik bilan ta'minlandi. Butun xalqimizning orzusi amalga oshdi. To'palang suv omborining suvini ulash munosabati bilan hozir yuqori qavatlarga ham suv chiqyapti. Bundan xalqimiz minnatdor. Texnik jihatdan loyihaning katta yutug'i 246 kilometr magistral va ichki tarmoqning barpo etilishi bo'ldi. Muhimi, gidravlik hisoblar asosida bosimni nasossiz uzatish imkoniyati yaratildi. Bu nafaqat energiya sarfini keskin kamaytiradi, balki tizimning barqarorligini ta'minlaydi. Aynan shu innovatsion yondashuv tufayli Termiz shahri, Angor, Bandixon, Qiziriq, Sherobod va Muzrabot kabi tuman markazlariga suv, elektr energiya sarfsiz yetkazib berilyapti. Mazkur tashabbus ortidan bugungi kunda 223 ta mahallada ob-hayot ta'minoti mustahkamlandi. Suvning qattiqlik darajasi esa 2 barobargacha kamaytirildi. Sifatning ortishi esa aholi salomatligi va maishiy jihozlar xizmat muddati uzayishida muhim omil sanaladi. Termiz shahridagi mahallalardan birida istiqomat qilamiz. Mana yaqindan beri prezidentimizning tashabbusi bilan To'palang suv ombori tarmog'iga ulandik. O'sha hisob bilan mana suvlarimizda yumshoqlikni his qilyapmiz, juda ham shirin. Ovqatlarimizda ham mazalari boshqacha, farzandlarimiz ham bu narsani ta'kidlashyapti. Tajribalarimizdan bilsak bo'ladi, yaqin o'rtada bunaqa yumshoq suvni iste'mol qilmadik. Bu suvni tozaligi, musaffoligi, farzandlarimizning sog'ligi uchun ham juda ham muhim. Bu tashabbusdan juda ham xursand bo'ldim. Shu prezidentimizni xalqimizni o'ylab qilgan tashabbuslaridan juda ham minnatdormiz. Suv ta'minoti yaxshilangani sababli hududlardagi 100 dan ortiq yer osti suv quduqlaridan foydalanishga ehtiyoj qolmadi. Bu ekologik yukni ham kamaytiradi. Shuningdek, loyiha natijasida yiliga 18,4 million kilovat soat elektr energiyasi tejab qolinadi. Bu mablag' va resurs jihatdan 18,5 milliard so'm iqtisod qilinishini anglatadi. Iste'molchilarning billing tizimiga ulanishi esa suvni hisoblashda shaffoflikni oshirdi, qarzdorlikni kamaytirdi. Mana keyingi 3 yil davomida Surxondaryoda juda katta ishlar olib borildi. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasida. O'tgan yilning dekabr oyida To'palang suv omboridan toza ichimlik suv Termiz shahriga yetib keldi. Nafaqat Termiz shahriga, balki viloyatning 11 ta shahar tumani 1 million 700 mingdan ortiq aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Albatta bu toza ichimlik suvi oladigan bo'lsak, biz buni orzu qilardik. Toshkentga borganda, Samarqandga borganda qachon bizga shunaqa toza ichimlik suv keladi deb. Bugun biz shunga erishdik. Buning hammasi prezidentimiz sa'y-harakatlari bilan. Bugun biz suvni qattiq darajasi 2-4 ga tushib qoldi. Ilgari suvimizning qattiqlik darajasi 11-12 bo'lardi. Shonalar tagida
qurum yig'ilib qolardi. Aholida kasallik ko'p edi, buyrak kasalligi. O't qopida tosh yig'ilardi. Bugun bu hammasiga barham berildi. Shuning uchun biz Termiz shahri aholisi bundan nafaqat biz keksalar, balki yoshlar barcha aholi mamnun. Suv bersangiz elga, yasharsiz ming yilga deyishadi. Ana shunday ezgu tashabbusni ilgari surgan prezidentimiz xalqimizning asrlar bo'yi orzu qilib kelgan niyatlarini ro'yobga chiqarib, minglab yurtdoshlarimizni toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini ta'minlab beryapti. Bu loyiha nainki bugungi avlod, balki kelajak vorislarning ham yaxshi yashashlari ko'zlanganligi bilan qadri, qimmati yanada katta. Shu bois mahallalarda qay bir tadbir yoki oilaviy guring borki, ularda o'zlarining minnatdorlik duoyi tilaklari orqali bildirishmoqda. Eng asosiysi, hikmatda aytilganidek, savobi ming yilliklarga yetadigan ishlar amalga oshmoqda.